turibdi. Ukam baraka. 36 million so'mga Damazda egasi bo'lding. Nimaga arzon bu mashinalar aka? Ukajonim, bu Kapital Bank shunaqangi katta yangilik qilyapti. Bu yerda 300 tacha mashina bor. Bemalol kelib turib, shunday to'lovini qilib olib chiqib ketaverasan. 36 millionga Damazdan baraka qilgan bo'lsang, bu yerda 110 million so'm, 120 million so'mga 2018-yildan baland mashinalar hammasi chetdi. Nexia deysanmi, Cobalt deysanmi, Gentra deysanmi, Malibu deysanmi, Captiva deysanmi, Tracker deysanmi, Luboyi bor. Bemalol kelasizlar, azizlarim, shok xabar. Bitta narxlarni ko'rib o'zlaring shunaqangi ajoyib bo'lib, wow deb qolasizlar. Bemalol kela olishlaring mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, shuncha mashinalar hammasi sotiladi, baraka qilinadi. Qaranglar, men sizlarga yana bir narsani tushuntiraman. 105 million so'mga mana 2021-yil ichlari chotki, salonlarini ham ko'rsating. O'zingiz salonlari ham chotki Gentra turibdi, mana qaranglar. 2021-yil Gentra 105 million so'mga baraka qilamiz, olib ketaveringlar. Luboy bunaqasi yo'q. Bizda Qo'qonda faqat unaqa beramiz, ketdi yo'q. 105 million so'm to'lab olib chiqib ketaverasiz. Undan tashqari agar 105 million so'm shu oq Gentraga pullaring bo'lmasa, 30% ni to'laysizlar, 30 million so'mni 70 million so'mni xohlasalaring 5 yil mobaynida to'layverasizlar. Bunaqasi faqat bizda. Pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar, bemalol kelinglar. Kapital Bank avtokreditimiz mana shunday, mana shu naqd pulga ham beraveramiz, nasiya savdoga ham beraveramiz. Bunaqasi faqat Qo'qon Kapital Bankda. Kelaverasizlar. Azizlarim, sizlarni manzilimizni xudo xolasa aytib o'tamiz. Oq Changal 211 Soydi bo'yidan kirganlaringda chap qo'ldagi avtostansiyamizga inshaalloh kelaverasizlar. Jahongir sizlarga eng zo'rini ko'rsatadi. Mashina olmoqchi bo'lganlar, mana shu yerga kelinglar, makoni arzon, choy puliga, mashina pullarga ham berib yuboramiz. Undan tashqari Jahongir sizlarga eng sifatlilarni ko'ra tanlab zo'rini olasizlar, olib ketaverasizlar. 65 million so'mga meta labo turibdi. Biznes qilmoqchi bo'lganlarga shunday kelasizlar, 30% ni to'laysizlar, dokument qilasizlar, olib ketaverasizlar. 65 million so'mga shuni naqdga olib turib, bozorga olib chiqib 80 millionga ham sotaverasizlar. Sog' bo'ling, Jahongir sizlarga eng zo'rlarini ko'rsatadi.